Siz uchun ham dars qilish zerikarlimi? Har 5 minutda zerikib ketasizmi? Undagi emas, sizga osongina dars qilish usulini o'rgataman 3 xil usulda. Demak, birinchi usul Pomodoro 25 ga 5 usuli. YouTube'ga kirasiz va siz shunaqa yozasiz, keyin o'zingizga yoqqan bir videoni tanlaysiz. Keyin bundan siz 25 daqiqa fokus qilib faqat dars qilasiz, 5 daqiqa esa dam olasiz va bu holat taxminan 3-4 soat davom etadi. Qancha xohlasangiz shunda to'xtatishingiz mumkin. Keyingisi lofi musiqasi bilan dars qilish. Bunda YouTube'ga kirib shunaqa deb yozsangiz, har xil sokin musiqalar chiqadi. O'zingizga xohlagan bitta videoni tanlaysiz, ovozni pasaytirish, baland qo'yishni o'zingiz hal qilasiz. Bu esa miyaga ancha dam beradi. Oxirgi uchinchi usul study with me videolari. Bunda siz boshqa o'quvchi, boshqa odamlarning dars qilganini ko'rasiz va sizni miyangiz, demak boshqalar ham dars qilyapti, hammamiz birgalikda dars qilamiz deb o'ylaydi va fokus aniq jamlanadi. Ana shundagina darsiz samarali chiqadi. Sizga ham o'qishga doir study videolar qiziqmi? Unda mening sahifam aynan siz uchun obuna bo'lib qo'ying.